Surxondaryodagi daryodan 13 yoshli qizning jasadi topildi. Xabaringiz bo'lsa, bir necha kun avval ijtimoiy tarmoqda marhumaning yaqinlari jamoatchilikka quyidagi murojaat bilan chiqqan edi. O'qish xabar berib qolgan, shu yerga 4 ta qizchamiz kelib, shulardan bittasi oqib ketgan ekan. Hozir o'sha uyda o'sha qizni oila a'zolari bilan keldik, qidiryapmiz. Bu yerga favqulodda vaziyatlar ham hamma qidiryapti. Tepaning daryosida Sariqchi uzun oralig'ida oqaydigan shu daryoni ko'rishlaring mumkin, qanday katta. Yordam beringlar. Kim shu uzun territoriyasini, Oqosona tomonlarini qayerga bo'lsalaringiz, iltimos yordam beringlar. Ko'rganlar bo'lsa telefon qilib aytsin. Telefon raqam qoldiramiz. Onasi nogiron, ko'zi ko'rmaydi. Bitta akasi yordam qila olmayapti. Biz qo'shnilarimiz. Kimga nima deb murojaat qilishni bilmayapmiz. Iltimos yordam beringlar. Joriy yilning 15-may kuni Denov tumani Ittifoq mahallasi hududidan oqib o'tuvchi To'palang daryosidan 13 yoshli qizaloqning jonsiz holatdagi tanasi topildi. Dastlabki tekshiruvlar davomida marhumaning tanasida hech qanday tan jarohatlar aniqlanmagan. Sud tibbiy ekspertiza xulosasiga ko'ra, qizchaning o'limiga yuqori nafas yo'llarining suv bilan to'silishi va mexanik asfiksiya sabab bo'lgan. Mazkur holat yuzasidan Sariosiyo tuman prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshirish harakatlari olib borilmoqda. Sanoqli kunlardan so'ng respublikamizda yozgi ta'til va cho'milish mavsumi boshlanadi. Hurmatli ota-onalar, farzandlaringizni hech qachon daryo, ko'l oldiga yaqinlashtirmang. Bolalaringizni faqatgina ruxsat etilgan cho'milish havzalariga olib boring. Farzandlaringiz nazoratsiz qolmasin. Biz shu o'rinda 13 yoshli qizning oila a'zolariga hamdardlik bildiramiz.